Mana ko'ryapsizlarmi mana? Nima bu? Yo'q-ku. Qo'yilmabdi-yu. Arkasi. Buni oyni eshikni yopib qo'ysa. U tomoni ham bo'lganga o'xshayapti. Lekin mana tarsofga mana eshikdan u tomonda turibdi, ko'rinib turibdi. Bu ham ko'rinib turibdi. Olsa yo'q. Dolisi bir dona eshik qo'yish kerak ekan bu yerga. Eshigimiz zamok oshiq-moshiqlarni hali olib kelmagan. Sekin plintoslarni qilyapti, sekin bekor o'tirmaylik deb. Biz birinchi eshikni qo'yib olib, keyin plintosni qilamiz dedik. Joyi katta, prayon. Bekka 60 lik palatno eshik tushar ekan. Prayon 74 qoldirishgan. Bu chekkasi bilan temir ugalok. Menga uni rekani teshib, shurub bilan yaxshilab qotirishdan oldin rekani orqasidan tomchi kley bilan kley surkab yopishtirib, keyin qotirib yubordik. Xudo xolasa keyinchalik ham osilib qolmaydi. Bu taomi ustalarida ishini aytsam men sizlarga vahshiy zo'r ishlagan ekan. Bunaqa nima bas, men demoqchiman. Tekis devori ham, poli ham laminat bilan kafelda uroveni bir xil tekislikda yotibdi. Zo'r bo'lgan. Plintoslar ham, zazorlari ham chiroyli chiqyapti. Ko'p joylarda qilamiz, rosa qiynalamiz. Devori ham qiyshiq, poli ham qiyshiq bo'ladi. Ustalarga gap yo'q. Shunaqa ustalar ko'paysin. Biz ham qiynalmaymiz-da. Faqat ozgina mana shu parayonni razmerini to'g'ri qilishmagan ekan. Tepasi to'g'ri parayon. Chiqsa-yu, ishtimas oz-moz bo'lib turadi hamma joyda. Buni o'zimiz sindirga qo'yib to'g'rilab yubordik. Dolisi bitgandan keyin ko'rsataman.